Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 22-may haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizni bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Ittifoq mahallasiga olib kelganmiz. Bu mashinamizda 10 mingtalik mashinada 5 mingta olib kelib berdik. Mana oxirgi tugallangan bino bityap turgan joyiga ko'pchilik sho'rini so'raganlar uchun mana ko'rib turganlaringdek sho'r xudo xolasa chiqqani yo'q. Klientlar ham xudo xolasa xursand. Lekin oz-moz bo'lishi mumkin deb aytilmoqda. Sanoqlarda muammo yo'q. Hozir ishlarimizni ko'rib turganlaringiz ranglari atlasnoy holatda. Ko'rib o'tganlaringiz bu hozir 5 mingta olib kelib berdik. Oxiri 5 mingta yetmay qolgan ekan. Hozir mana ko'pchilik sho'rdan so'ragan uchun urilgan joyiga o'zim kelganman. Mana shu bino, hammaga shunaqa binolarni qurish nasib qilsin. Bundan ham zo'rlarini qurish nasib qilsin. Rossiyadan akamiz zakaz qilishgan. Buni bahorda olib kelib berganmiz. Endi urishib tugallarni bo'libdi. Xudo xolasa oxirgi 5 mingta yetmay qoldi deyshodi. Mana 5 mingtani ham 10 mingtalik mashinamizni olib kelib berdik. Hozirgi kunda zavoddagi narxi 850 so'mdan bo'lyapti. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Razmerlari standart 612-25. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Eslatib o'tamiz, zavod o'zimizniki, texnikalar o'zimizniki, birinchi qo'l. Istab yurganlar uchun birinchi qo'l. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Sifatini so'raganlar uchun urilganda qanaqa chiqadi desa, mana erta bahor sal qizilroq chiqdi. Hozirgi kunda esa mana ko'rib o'tganlaringdek sariq. Hozir to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tganlaringni mana to'kib oldik. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, ishonarli, sifatli, sho'ri chiqmaydigan ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.